Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi video darsimizda test ishlash texnikasini o'rganamiz. Birinchi darsimiz yagona javobli test. Yagona javobli testni ishlash texnikasini ko'rib chiqamiz. Yagona javobli test eng oson ko'rinadi, lekin aynan shu turdagi talabalar eng ko'p xato qiladi. Sababi ular testni shunchaki ishlaydi. Bugun esa siz testni ishlamaysiz, balki uni yutasiz. Ikkinchi qadamimiz kalit so'zlarni ajratib olish. Savolda quyidagi so'zlar tuzoq bo'ladi. Misol uchun faqat, har doim, hech qachon, eng to'g'ri, noto'g'ri shu so'zlar testning 50% sirini ochib beradi. E'tibor beramiz, mana shu so'zlar demak testning 50% sirini ochib beradi. Uchinchi qiladigan ishimiz eliminatsiya usuli deyiladi. Hech qachon darhol javobni tanlamang. Avval 100% noto'g'ri variantlarni chiqarib tashlang. Keyin ikkita variant qoldiring. So'ng mantiqiy solishtiring. Ikkalasidan qaysi bir eng to'g'ri javob? Va to'g'ri javobni topishdan ko'ra noto'g'rini chiqarish osonroq bo'ladi. Bu texnika ham yaxshi texnika. Keyingisi eng to'g'ri prinsipi. Ba'zida ikkita variant ham to'g'ri bo'lib ko'rinadi. Lekin shunda savol buni so'raydiki, eng anig'i qaysi, eng asosiysi qaysi, eng umumiysi qaysi degan jumlalar savolda bo'ladi. Bu yerda tafakkurni ishlatib, o'sha eng anig'ini yoki eng asosiysini yoki eng muhimini tanlashimiz kerak. Shunda savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. 5-qadam oxirgi tekshiruv. Javobni belgilangandan so'ng savolni yana bir marta o'qing. Ko'pchilik shoshib javoblarni belgilab ba'zi testlarda xato qiladi va ba'zi testlarda ortga qaytish imkoniyati bo'lmaydi. Mana shu holatda oxirgida yana bir javoblarni solishtirib belgilab olishimiz kerak. Ko'p xatolar aynan shunday shoshilish sababli vujudga keladi. Mana shu 5 ta qadamdan iborat. Endi talabalar qiladigan 3 ta eng katta xato. Mana shu to'g'ri javobini belgilaydigan testlarda savolni to'liq o'qimaslik, birinchi ko'ringan variantni belgilash, shubhali javobni tekshirmaslik. Professional strategiya qanday bo'ladi? Bunga yechim. Ikkita variant orasida qoling. Qolgan ikkitasini chiqarib tashlang. Savol kontekstini eslang. Savolga albatta urg'u berish kerak. Ko'pgina savollarning javobi savolning o'zida bo'ladi. Mantiqiy istisnoni toping. Mantiqiylikni har doim ishlatish kerak. Va eng muhimi testni bilimingiz emas, strategiyangiz bilan yutishni o'rganasiz. Biz bilan qoling, agar siz har bir test turini shunday strategiya bilan ishlasangiz, ball avtomatik oshadi. Keyingi darsimizda ko'p javobli testlarni ishlash texnikasini ko'rib chiqamiz.